Xo'p, nima proyekt? Bu face recognition proyekt, ya'ni yuz aniqlaydi va shunga yarasha respons qaytaradi. Kim qildi proyektni? Qudrat Dirshodbek va Kamoliddinov Abdurahmon. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Birinchi navbatda bizning backendimizda bor, ya'ni bu fast API'da yozilgan API'lari. Undan tashqari face recognition, OpenCV ishlatilgan va face recognition, ya'ni OpenCV ni tagida ishlaydi. Shunga yarasha biz backend yaratdik va uni biz Google Cloudga qo'yib qo'ydik. Google Cloud bizni mana API'da ishlab turibdi. O'zingizlar ko'rib ishlatib olsanglar bo'ladi mana shu API'da. Xo'p, undan keyin bo'lsa, bu API'lar nimadan iborat? Root API bor bizda. Root API bu tanilgan yuzlarni bizga ko'rsatib beradi. Hop, ESP32 ga nima deb kod yozdingiz? ESP32 ga biz platforma.io ishlatdik. Platforma.ioda qo'shimcha bibliotekalar ham qo'shganmiz. PubSub klient va Wi-Fi, Arduino JSON. Arduino JSON ishlatmagan bo'lsak ham hali ham turibdi. Xo'p, undan tashqari RTSDTRlarni qo'yib qo'ydik. Bu ya'ni monitor, ya'ni biz serial monitorimiz to'g'ri ishlab turishiga yordamlashadi. Xo'p, buni rasmni qanaqa qilib jo'natyapti bu? Hop, rasmni qanaqa jo'natishini mana sherigim Kamoliddinov aytib beradilar. Kodda bormi rasmni jo'natish? Ha, albatta hozir. Mana. Birinchi navbatda Hop, Kamoliddinov Abdurahmon, kodda aynan shu qismiga javob beraman. Hozir mana initialize kamerada birinchi qaraydigan bo'lsanglar, RAM holatiga qarab turib, birinchi yo'l kodda optimal sozlab olganmiz va ishlashini tekshirib olganmiz. Xatoliklarni ham agar xatoliklar uchragan bo'lsa, restart logikasini qo'shib qo'yganmiz. Misol uchun xatoliklarda kamera frame olmay qolishi mumkin yoki nol qaytarishi mumkin bo'ladi. Aynan o'sha payt kamerani ishga tushiramiz. 3 marta ishga tushmasa, 3 marta qayta urinish bo'ladi. Agar shunday ham ishlamaydigan bo'lsa, tizim o'ziga-o'zi avtomatik restart bera oladi. Hop, keyingisi connect to Wi-Fi ga o'tadigan bo'lsa, bo'ldi. Xo'p, Wi-Fi ga ulangan bu. shunaqa. Xo'p, sizlar qanaqa ishlatasizlar? Buni streami bormi? albatta, xo'p, stream funksiyasiga men o'zim javob beraman. Ya'ni bu ya'ni root, handle root funksiyalari, handle kamera, handle status shu orqali handle qilingan va albatta handle root buni eng otasi, ya'ni mana root directory'da bizga streaming ko'rsatib beradi. Hozir biza hozir Kodlar hammasi Google Cloudda ishlayapti. Ha, albatta bizlarning hammasi Google Cloud internetda ishlayapti. Internet of Things. Xo'p, menga respons kelayotganini ko'rsating. Xo'p, hozir. Xo'p, bu qanaqa ishlaydi? Xo'p, mana bizani ya'ni capture and send photo funksiyamiz ishlayapti va shu jarayonda bizani veb-saytimizga ekranda ko'rinayotgan rasmlarni jo'natyapti. Xo'p, hozirchalik mana tekshirib o'zimizga ko'rsatamiz. Xo'p. Ronaldoning rasmini birinchi navbatda tekshirib o'tkazamiz. Mana kamera ko'ryapti. Har 15 sekundda update qiladi bu. Rasmga olindi. Ronaldoni hozir tanishga ozgina vaqt ketadi. Mana rasmga olindi va mana Cristiano Ronaldo, ya'ni shu ism keldi. Found bo'ldi. Xo'p, Success degan, face found 1 bo'lsa, success degan respons qaytadi. Ana endi biz masalan registratsiya qilinmagan yuzlarni oladigan bo'lsak, registratsiya qilinmagan yuzlarni topgan payti yuzni topadi va albatta unknown degan result jo'natadi bizga. Oldi. Mana endi bizga unknown degan yuz jo'natdi. Ya'ni yuz tanimadi, lekin baribir yuzni topdi. Bu albatta backendda hammasi handle qilingan. Xo'p, unknown degan status berdi. Demak, bu bir botni topdi degani emas, yuz topdi, bittagina yuz topdi, lekin uni ismini topa olmadi hali, chunki u registratsiya qilinmagan edi. Xo'p, bo'ldi. Shunda har 15 sekundda rasmga olib, o'zini o'zi update qilyapti bu. Ha, albatta. Bo'ldimi shu?